dostlar bilen bugün Render MC bugünkü videoda biz Manchester City bilen finalde oynayımız. Bana biz boşta varlık. Benim accountum şu. Carvajal oyun bugün. Bana şu sastapını yutamız. Abdülkadir Husanov komandasını 3 hareket kılamiz City'ni. Mana City bilen çıkan, mana şular kelgan. Hozir biz bitta legendarniy skautdan o'tamiz. Chunki nega deyishinglar mumkin. Shu o'yinni sotib olish uchun. Kimdir kelibdi deb o'ylama kelmabdi. Mana shuncha yopib qo'ydim. 3 kun bo'lib ketishgan. Mana uni olish uchun ham yig'olman. Akkauntimda mashka yo'q qildi. Shuni yiqqaman. Mana men klanim. Ben şu klanga yazabilirim. Erteden keyin mana şu bundan soğanam ettiğim olama. Da biz çözüp bitiramiz da gobda uçamiz. Kim çıkarken? Rahmani çıktı. Pulimiz ham qolmadi. Rahmanni sotib olamiz. Rahman. Mana shu o'yinchi bilan dahshat iflosona hodisalar bor. Ya'ni men mana shuni bitta mana undan mana shuni chiqarganman. Rahmanini shu o'yinchini yomon ko'rib qoldim. Reklama ko'rib olamiz. Pul yig'ish kerak. Men 30 sekundlik iflos reklamani ko'rib oldim. Endi mana bermayapti. Tangamni berma. 30 sekund reklama ko'rasan, tangangni bermay. To'xtayli, mana shu baloy battardan qutulib keyin yo'qon. Menda ba'zi tangamni bermadi. Bu juda ham arzonga keldi. Aniq sotib olamiz. City bilan gol. Ko'rdinglar, Husanov 78 bo'lgan reytingni. Ana endi o'ynab yutishimiz shart. Olmoslarim ko'p bo'lsa Husanov komandasiga bitkirib berardim Cityga. Unda gol. Husanov qanday o'ynashini bir baho beringlar ko'rib. Keyin bolalar shu videoga aktiv deb bomba qilib beringlar. Men 3 kun video qo'ymaganimga obunachilar qaytarib olibdi. Mana bu video olayotganim xalaq beradi odamga. Harakat qilamiz yutishga. Carvajal ham sotib oldim. Gol urgandan keyin gaplashamiz. Videomiz cho'zilib ketmasin. Bir asab ketadi. Biz yutayapmiz. Buning ikkinchi taymdan men video olib boraman. Husanov gol tushunmaysizlar. Nega? Men yiqitdim Rodrini. Men Husanov penaltidan tepdi. Aldigami yo'q, aytib qo'yaman. Mana men keyin gol urdim, berdingizlar. Debyutim bilan yana bitta gol uramiz. Donnarumma qaytara olmayapti to'plarimizni. Husanov dahshat, men kelaman 2-3 ta to'plarni qaytarib beryapti. Yaxshi. Zo'r o'ynayapsan. 78 reytingli. Tezroq qochish kerak bo'lmasa Husanov tagiga bosibdi. Tezroq qochish kerak. Husanovga baqirganingni City qitib taylayman. Yurtdoshimizni baqiraman. Mana shunday qo'rqitib taylayman. Husanovga indamay turamiz. Yaxshi o'ynab olsin. Hayotga o'zi hamma qo'rqadi. Biz o'yinga yaxshi o'ynaganimiz uchun Husanov sharoit qo'yib beradi. Ataylab. Husanov ayt, men qaytardim de. Mayli. Husanovga pas beraylik, bekor yutyapmiz. Husanovga pas ber. Husanov gol ur.
o'zbekni padishga City bilan ishlamiz bo'ldi. Haqiqiy hayotga finalga O'zbekistondan Sarkem sotib hali. Manchester City'ni o'ziga qancha pul beramiz? Olamiz. Son 78 bo'lib ketgan. Yana dinamik kartasi chiqadi. Mana chempion bo'ldik. Yes. Yana Dani Carvajal Carvajalga berganman sardorlik bog'chini. Real Madriddan sotib oldik bechora. Haqiqiy hayotga boshqa klub ketadi. Internet bilan problema bo'lyapti. Mana shunaqa hamki oz. Ana yana kubik. Shoqilda yetishsaydi to'g'ri gapirish. Reklama ko'rmaymiz. Biz reklama ko'rib oldik. Sizlar ham ko'rdinglar yarmini reklama yarmini. Shuncha olma tishladik. Hech qaysi mana unaqa o'yinchilar kelgan. Men bitta ochdim mana bu. Nicholas Jacksonni jurasi Maguire chiqdi. Bu o'yinchi ham o'zini ko'p xato qilgan, hozir xato qilmayapti. Kam xato qilyapti. Mana ham John Oblakni full qilish haqida video chiqaraman bolalar. Shunda kommentariyaga yozib yuboringlar. Ha desanglar chiqaraman, yo'q desanglar yo'q. Endi sizlar ham sizlarga video olishni o'rgataman, bilmaydiganlar uchun video olishni o'rgataman. Sizlar buni evaziga esa menga obuna va like bosasizlar. Bu videoga 15 ta like bo'lsa biz boshqacha deniz haqida video chiqaramiz, full qilish, go'ri balo, hamma narsa haqida video chiqaramiz. Mana shunaqani o'tishaman men yana yig'ib. Chunki mana yoqqa 245 omizlar deydi. Doku, Pas, Martinez, Rice. Mana o'yinchini sotib olaman ham. Mana bizani oldimizga hozir men mana shu finalni yutaman. Yana bitta final bo'ladi, obunachilar. Mana unaqa ham kelgan. Mana shu agent uchun ham o'ynasa bo'ladi. Mana sovg'alar shunday. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar, men mana shu klanda bo'laman. Men qo'shilib olinglar mana. Mana shu klanda bo'laman. Mana bu jamoani men 2 kunda tuzdim. Zo'rmi yoki yomonmi? Mana yozib olinglar. Mencham o'ylayman. Maguire, Tamarini. Короче, video shunday bo'ladi. Bu videoga 15 dona like bilan yana bir 10 ta obunachi kelsin, keyin shunday video chiqadi. Obunachilar keyin men 3 kunda bir video qo'yganimga obunachilar obunasini qaytaryapti bir xil. Iltimos qilaman, obuna bo'ldinglarmi, oxirigacha bo'linglar. Obunani qaytarib olib, unaqa qilsanglar, obuna bo'ylab qaytarib olib, bunaqa qilsanglar, obuna bo'ylab yotmaylar. Obuna bo'lsanglar ham chiqib ketmaylar, iltimos. Yangicha va zo'r qiziqarli videolar hali oldinda. Bu video shunchaki ko'ngil ko'tarish uchun, yomonlar uchun emas. Shunchaki videolarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz obuna bo'ling yoki qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz obuna bo'ling. Bitta tugmani bossangiz bo'ldi. Unda xayr. Yangicha va qiziqarli videolar uchun aktiv bo'linglar. Dembele kelgan. Xayr hammaga. Sog' bo'lasizlar obunachilar. Internetga kirib ketaman, to'g'rimi?